Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz bino qirqimi chizmalar. Har qanday binoni loyihalashning dastlabki bosqichida xonalarning ichki ko'rinishlarini, interyerning arxitektura elementlarini ko'rsatish uchun binoning arxitektura qirqimlari chiziladi. Bu qirqimlarda poydevorlarda tomlar, strapillalar va boshqa elementlarning konstruksiyalari ko'rsatilmaydi. Lekin fasadni ishlash uchun kerak bo'lgan o'lchamlar va balandlik отметкалari qo'yiladi. Balandlik отметкалari demak mana bu 690, 841. Demak mana bu fasadni chizish uchun zarur bo'lgan o'lchamlar. Demak mana koordinatsion o'qlar orasidagi masofalar ko'rsatiladi. Lekin podvalni hamda tomni konstruksiyalarini ko'rsatilmaydi. Arxitektura qirqimlari devor va shiflarning yoyilmalari bilan birga bino interyerlarining ichki pardozlash ishlarini loyihalashda, arxitektura tarixiy yodgorliklarni qayta tiklash loyihasining tuzishda, pardozlash, tiklash ishlarini bajarishda foydalaniladi. Ish chizmalarini chizishda binoning hamma konstruktiv elementlari, masalan, poydevorlar, strapillar, tomlar va hokazolarning o'zaro tuslashmasining konstruktiv qirqimi ko'rsatiladi. Mana bu yerda yerto'la qirqimi ko'rsatilgan. Bu konstruktiv qirqim bo'lib hisoblanadi. Demak, mana bu yerda binoning konstruktiv qirqimi berilgan. Bino va inshootlarning qirqimida koordinatsion reja o'qlari pastga chiqariladi. A, B, V. Doirachalar ichiga tegishli markalar qo'yiladi. A, B, V. O'lcham chiziqlari o'tkazilib, unga yondosh o'qlar orasidagi o'lchamlar qo'yiladi. Yondosh o'qlar orasidagi o'lchamlar qo'yilyapti. Balandlik отметкалari qo'yilyapti. O'lcham chiziqlari o'tkazilib, unga yondosh o'qlar orasidagi o'lchamlar qo'yiladi. Qirqim ichida qavatlar, eshik va deraza o'rinlarining balandliklari, eshik va deraza o'rinlarining balandliklari ko'rsatiladi. Shuningdek, pollar va zina maydonlari sathlarning balandlik отметкалari. Mana bu polning balandlik отметкасы, zinaning balandlik отметкалari, mana zinaning balandlik отметкалari ko'rsatilyapti. Bino va inshoot loyihalarining arxitektura qurilish chizmalari ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga 0-sikl binoning yer osti qismlari, poydevorlar va texnikaviy podvallarning qurilish chizmalari. Ikkinchi guruhga esa bino yoki inshootlarning yer ustidagi qismlarining qurilish chizmalari kiradi. Texnikaviy podvalning zina bo'yicha 3-3 qirqimi. Demak, mana bu 3-3 qirqimi tasvirlangan. Qirqimda tushgan barcha konstruksiyalarning materiallari tegishli shartli belgilar bilan ko'rsatilgan. Demak, mana bu yerda mana shtrix chiziqlar, mana bu yerda beton qorishmalardan hosil bo'lganliklari ko'rsatib qo'yilgan. Shuningdek, turar joy binolarining zinasi bo'yicha ikki qism tasvirlangan bo'lib, kesuvchi tekislik zina kattarning marshi bo'yicha o'tkaziladi. Demak, mana bu qirqimda barcha zina maydonchalarining отметкалari va zina elementlari, zina maydonchalari va marshlari, chordoqqa chiqariladigan metall narvon, shunga o'xshashlarning markalari qo'yilgan. Zina uzellarining chizmalari ko'rsatilgan bo'lib, uni zina marshlari, zina maydonchalarining ulanishining 2-3 uzellari, zinalarning metall to'siqlari tasvirlangan. Mana zinaning metall to'siqlari, zina marshlari
zina maydonchasi mana ko'rsatilyapti va hokazo. Shu bilan bugungi mavzuimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.